Qizil chinnilarni astatgalarini yig'ishni boshladim Andijonda. Уже ikkita juvona chiqardi. Mana juvona bilan nariga qarab turgan juvona. Вот смотрите, вот это красный чинни. У нас такой порода тоже есть, красный чинни. Это тоже чилийский линия. У них расцветка бордовый, красный будет, да? Потом вот цветочек будет. Это цветочек, чинni цветочек. Buni o'qiydiganlar o'qiydi bu gulni. Bu chinnini guli. Oq chinnini guli addenli bo'ladi parvozlar. Qizil chinnini guli addenli, childi guli addenli. Buni o'ta ham gulni tushunadigan yuqori parvozlar ajrata oladi. Itak ancha munchasi ajrata olmaydi. Men kaptar ustasiman deydiganlar bor. Uni biz ajratamiz, o'qiymiz. Xullas, ko'ryapsizlarmi? Chinnilarni ham oq sotilib qolsa 2000 dollarga oqqa qarab yugurasizlar. Qizil tosh sotilib qolsa 1-2-3 ming dollarga qizil toshga qarab yugurasizlar. Tikkalaylar manaqa urug'larni. Keyin qoyil qolaylik. Yaxshi ham oqni chiqarib qo'ysanglar ekan. Ayniga bir bola dikani oqlarni chiqaryapsizlar. Mana oqni zo'ri deyapsizlar. Qizil toshlarni ham ko'ryapman. Dikaning qizil tosh, dudushkallali qizil toshlarni chiqarib, mana qizil toshni zo'ri deb turibsizlar. Shuning uchun parvozlar endi menga manaqa yo'qolib ketayotgan qadimiy kaptarlarni tikkalaylar. Bularni biz topyapmiz u yoqdan bu yoqdan. Men bir gap aytayim, Xorazmlik ukalar aloqaga chiqib qoldi-da. TikTokda ko'rishib qoldi qizil chinnilarni. Aka shuni bizga bering, biz ham chinnini tikkalaylik deyishdi. Qaranglar, Xorazmga malades lekin. Andijon kaptarini tikkalaymiz deyapti Xorazmlik parvozlar. Gap so'z sig'maydi. Beraman juvonalardan, lekin hozir emas. Andijonda o'zini uyingda oqqan suvni qadri yo'q deganda, o'zlarida bo'lib turib tanishmaydi. Ya'ni tanimas voy desam, bular o'zlaridan o'zlari xafa bo'lishadi. Chista tanimas voylar. Mana qizil chinnilarni tikkalashni boshladik biz. Mana shu juvonalar ota-onam men mayqa chiqib ketaman deyapti. Mana endi mashalardan 50 ta qilamiz. Вот этих-да красный чинни. Красный расцветка тоже красиво будет, да? Смотрите, это пара, да? Красный чинни. Пара. У них яйца есть, наверное. Mana ko'ryapsizlarmi? Gap yo'q qizil kaptarlari. Hozir bular ichida cho'chishyapti. Mana parvozlar qizil chinnilarni ham tikkalashni boshladik. Maydan chiqib ketaman deydi bular. Xullas parvozlar yo'qolinglar endi bu katarni. Endi monoka endi bu chinni haqida tushuncha berib o'tib ketaylik. Tashing chinnini. Parvozlar haligi bilimim yuqori deydigan o'zidan o'zi ashaqa deb olgan parvozlar bor. Mana chinnilarni chilga palla bo'lmaydi. Bularni o'sha qoni addenli bo'lgan. Haligi ko'p parvozlar chinni qo'shaylik, chillimizga qizartiraylik deydi. Buna qilib qo'shib bo'lmaydi. Bularni o'sha qara addenli bo'lgan parvozlar. Mana chinni chilga pallasa bo'laveradi. Bu endi pramo chillardan chiqqan. Monolarni o'sha bir-biriga qizil rang, bir-biriga chinnilar pallana olib turib, ularni qoni addenli bo'lgan. Chinni urug' bo'lgan bular. Qizil chinni urug' bo'lgan bu kaptarlar. Bularni chillarga umuman go'raga, ko'kchaga, kishmishga qo'shib yurmanglar ovora bo'lib. Kaptar chiqara olmaysizlar. Buni o'zini chiqaramiz, o'zini ko'paytiramiz chinnilar. Endi mana parvozlar, mana o'zi chinnilarni kelib chiqishi chillardan chiqadi. Endi bular bir-biriga qo'shilaverganda qizil chinni nar kerak, qizil chinni moda kerak deb bir-biriga qizil chinnilarni qo'shavergandan keyin bularni qoni childan uzoqlashadi. Bularni qoni childan uzoqlashib qizil chinni urug' bo'lib qolgan. Tushunyapsizlar? Mononi pallasa bo'laveradi. Вот эти красные чинни, да, поручится нельзя чилийский лина. Чилийский лина поручится нельзя, потому что у них кровь, да, чиннийский, красный чинни
кровь. Уже отдельный кровь. Получится нельзя. Вот это чинни, да, вот это. Получится можно чилийский лина, потому что вот это прямой лина. Вышел, да, только чилийский лина вышел. Bular уже monolar уже faqat chinni urug, chillarga palla bo'lmaydi. Aynitasizlar, qizartiramiz, chillarimizni qizartiramiz demanglar. Уже bular chinniga chinni qo'shilib, chinniga chinni qo'shilib, childan qonib uzoqlashgan. Yani novotdan ham tashlaylar-da bo'lsa. Endi mono novotlar endi mana chinnilar tanlanganda bir to'p bo'lganda oralaridan keyin mana novotlar chiqib keladi parvozlar. Novotlarni kelib chiqishi chinnilar doim aytib o'tib ketaman. Mana shu chinnilar bir yerda 10 juft, bir yerda 15 juft, bir yerda 5 juft baqilib, bir yerda 20 juft baqilgandan keyin tagidan mana novotlar kelib chiqqan. Buni bobolarimiz seleksiya qilib chiqarishgan. Novot qanday tarixda eslamasanglar, qadimda kapital parvozlar oldingi paytlarda eslamasanglar, tarixda eslamasanglar, kapitalni umringlarda oxiriga tushunmaysizlar. Bu kapitallar kelib chiqishi Sizi bilan Kishmishdan, Dikaning kapitaldan kelib chiqqan. Seleksiyada kelib chiqqan. O'shaning uchun buniga jicha ozgina ilmni ham beringlar. Bular sizlarga tayyor kelib bo'lmagan bu chinnilar, qiziltosh kapitallar sizlarga tayyor kelib bo'lmagan usta parvozlar, bilimi yuqori parvozlar seleksiya qilib chiqarishgan. Sizlarda hayot hali past fikrlaydigan parvozlar ham bor-da. Bular tayyor qiziltoshlarni kelib chiqqaniga 100 yil bo'ldi bo'lgan bo'lsa. Qiziltoshlarni oxiriga chiqarilgan kapitallar bular. Lekin mir bo'yicha eng qoni toza kapital mono kapital hisoblanadi. Novot kapital hisoblanadi. Kishmish, mramornichil, sirenvichil, shokoladvichil maslar pallanish davomida chinnilar kelib chiqadi. Bu chinnilar pallanish davomida qizil chinni отдельный urug' bo'ladi. Pallanish davomida mana novotlar kelib chiqadi. Maslarni tagidan chiqadi. Novotlar to'g'ri pallanish paytida chiqib keladi. Novot kapital qanday chiqqan ekan demanglar, mana shu kapitallar tagidan chiqadi. Parvozlar. Mana novotlar ham shuncha eng qoni toza kapital. Qoni toza kapital novot hisoblanadi. Kapitallarning ichida. Uzbekskiy kapitalning ichida ham, Amjanskiy kapitalning ichida ham eng qoni toza kapital shu novot kapital hisoblanadi. Sababi bu oxirgi chiqarilgan kapital. Bundan keyin boshqa kapital chiqmaydi ekan, boshqa rasvetka chiqmaydi ekan. Boshqa rasvetka. Mana parvozlar